أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم hürmetli qarindoshlar. Mushu bir necha kun ichida ba'zi musulmon qarindoshlarim mendan mushu musulmonlarninki mushu xristianlarninki bayramlariga qatnashib tabriklisi qanday bo'ldi, buningda dinninki hukmi nima bayon qilinsa degan talab qo'yildi. Shunga asosan men sizlarga so'zlab o'tiribdiman. Taxminan mushu xristianlar har yili 12-oyning 25-i İsa alayhissalomning tug'ilgan kuni deb hit qilib tabriklaydi. Amaliyotda Qur'oni Karim İsa alayhissalomninki mush xurmi pishgan vaqtida tug'ilganligini bayon qildi. Wa huzzi ilayki jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya deb. Ya'ni Maryam onamiz İsa alayhissalomni tug'ilgan vaqtida bir xo'mining qishiga kelib tuqqanligi Alloh subhanahu va taolo ey Maryam xo'mini eg'itib shu eg'asangiz xo'mininkidan yangi pishgan xo'milar tushidi. Shuni yesin yang deb, ya'ni shu xo'mini yesa oson tug'ilganligi haqida oyat var hamda. Buningdan İsa alayhissalomning balki u 12-oy qish vaqtida emas, balki xo'm pishqi kuz vaqtida tug'ilganligini Qur'oni Karimda bayon qilgan. Demak, İsa alayhissalomning 12-oyninki 25 tug'ilganligi Qur'oni Karimning tushunchasiga qaraganda yolg'on. Ya'ni bu xristianlar shu İsa alayhissalom tug'ildi deb bayram qiladi. Andan keyin yangi yil bayram qiladi. Endi bu bayramlarda o'zinglar bilsizlar, yetliq daraxtlarni zinnatlab qildi. Bu qanday gap desanglar, shu daraxtlarninki yaproqlarini İsa alayhissalom beshiq kelgan tojiga simol qilsa, yaproqqa degan qizil mevga o'xshash bir narsani esib qo'ydi. Buni İsa alayhissalomning qiniga simol qildi. Demak, bu bayram bir diniy xristianlarning diniy bayrami qarindoshlar. Ama katoliklar olsa bu bayramni birinchi oyda o'tkazdi. Yani Hristiyanlarmı bazıları 13-oyning 25 o'tkazsa, bazı Hristiyanlar birinchi oyning o'ttirsa o'tkazdi. Demek Hristiyanlar o'zimi İsa alayhissalomning qachon tug'ilganligini bilmaydi degan gap. Ammo biz Qur'oni Karimga ishonamiz. Qur'oni Karimda İsa alayhissalomning xo'rim pishig'ida tug'ilganligi bayon qilingan. Shuning uchun biz bular andakin hammamiz bilamiz. İsa alayhissalomni nimda İsa alayhissalom tug'ilgan kun tabriklaydi degan gap. İsa alayhissalomni Allohning o'g'li, balki Alloh İsa alayhissalomningki jasadida ifodalandi. İsa alayhissalomning badan inson, ammo İsa alayhissalomningki jon Alloh deb qaraydi bular. Ya'ni İsa alayhissalomni ba'zida Alloh deydi, ba'zida Allohning o'g'li deydi. Demak, bu bizning e'tiqodimizga tubdan taqishadigan masala. Shuning uchun biz bu yangi yil, bu Rojdestvo bayrami deganlarga qatnashsak qat'iy bo'lmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Vallazina la yashhaduna zur" deb bir oyat bor. Ya'ni bo'hton, yolg'on, yovdoq ishlarga qatnashmaydigan kishilar deb mu'minlarni o'sha qatnashmaydigan kishilar deb maqtagan. Endi bu yerdagi yolg'on, yovdoq ishlarni nima degan chog'da donliq tafsirshunoslardan Abu Qatada, Dahhak degan kishilar bu xristianlarning bayramlari deb tafsir qilgan qarindoshlar. Ibn Sirin rahmatullohi alayh mushu oyatga tafsir qilib, bu xristianlarningki bayramlari deb mushunda tafsir qilganlikdan bu bayramga Qur'ondagi oyatning hukm bo'yicha biz qatnashsak bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo mush bayramga qatnashmaslikni maqtab olsa, biz qatnashib tek uni tabriklasak bizning narimiz musulmon bo'ldi. Qaysi bir xristian bizning qurbon hayitimizni, ro'ziyatimizni tabriklab ko'chalarga chiqib bir faoliyat qilib batdi qarindoshlar. Ondan hammamiz bilamiz, bu yangi yil bayramida, bu Rojdestvo bayramida haroq sharoblar ichilib, nurg'un harom, Alloh rozi bo'lmaydigan ishlar bo'ladi. Biz bir musulmonga ko'ra Alloh rozi bo'ladigan so'rindan qilib qolsak bo'lmagandek, Alloh rozi bo'lmagan so'ringa qadam bosib qolsak, bu hargizim bo'lmaydi. Ammo hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shunday degan:
Anas ibn Malik radıyallahu anh şundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kelgan vaqtida Madinaliklar 2 kun hit qiladi deydi. Ya'ni Madinaga kelgan vaqtda arablar 2 kun hit qildi ekanda. Shundan Peygamber Aleyhisselam bu nima kun debdi. Biz mushu yilda 2 kunni hit qilamiz. Bu bizning hitimiz debdi. Allah subhanahu wa taala bu 2 kun hitinglarga ro'zat va Qur'on hitni almashtirib berdi. Sizning hitinglar shu degan. Sizning hitinglar shu. Ya'ni Allah almashtirib berdi degan. Bunda deganlikdan hamda Peygamber Aleyhisselam ularni shu jahiliyat davrida hit qilgan 2 hitni qilib qo'ymagan. Bo'ldi Allah buni ro'zat qurvat o'zgartib berdi. Pusilning hitinglar shu deb. Nimishqa desa bizning 2 hitimiz, 2 bayramimiz cho'ng 2 ibodatga bog'langan. Ro'z hit 1 oy ro'zga, Qurban hit hajga bog'langan, hajga bog'langan. Bizningki hitimiz Allohga yaqinlashgan vaqtida, Allohga ibodat qilgan vaqtida bizga hit bo'ldi. Ammo biz bu xristianlarningki diniy hiti qatnasak qat'iy bo'lmaydi. Ama ba'zi tabriklashlar va qarindoshlar din bilan aloqasi yo'q. Bularga hamda ba'zi ulamolar qatnasak bo'lmaydi deydi, ba'zilari qatnasak bo'ldi deydi. Ammo dinga aloqador har qanday boshqa millatning har qanday dinga aloqador faoliyatlarga qatnasak qat'iy bo'lmaydi. Bu e'tiqodga berib taqishgan masala qarindoshlar. Ammo dinga aloqasiz bo'lgan ba'zi faoliyatlarga ba'zilar qatnasak bo'ldi deydi. Masalan, davlat bayrami, davlat mustaqillik bayrami, bularga ulamolar qatnasak bo'ladi deganlar bor. Nima qilsa bu din bilan munosabatsiz. Ammo xristian dinidek dinga aloqasi bor. Hem aşıla özü dini bayram deydigan. Meyli Hristiyan, meyli Yahud, meyli Nasara, meyli Mecusi olsun. Her qandaq bir qavmning dini bayramlari qatnasak bo'lmaydi. Chunki bizning e'tiqodimiz bo'yicha shundaq deb e'tiqod qilamizki, Muhammad alayhissalom payg'ambarlarning eng oxirgi tuganchisi. Allah'ның dargahida qabul bo'ldigan birdan-bir islom din deb e'tiqod qilib kelgan bir musulmonlar biz. Undan keyin qolganlarning hammasi batil degan gap. O batil dinlarning bayramlari qatnasak qat'iy bo'lmaydi qarindoshlar. Qur'ondan dalil keltirdik, hadisdan dalil keltirdik. Endi butun musulmonlarmi buningga o'rtaq kelgan. Qanday desanglar, masalan, burun islom dunyosida Yahudlar yashaydi, Nasaralar yashaydi, Xristianlar yashaydi. Hiç qandaq bir salaf olim o'limalari musulmonlar bularning hitlariga qatnashganligi va ularning hitlarini tabriklagan hech qandaq qo'limizda bir material yo'q. Ya'ni bizning salaf solih o'limalarimiz shu yurtlardagi Yahud Nasaralar, ya'ni o'z vaqtida aralashib o'ltiradi. Musulmonlar, Yahud Nasaralar musulmonlarning yurtlarida birga o'ltiradi, birga yashaydi. Ular shu Rojdestvo bayramini, diniy bayramlarni qilgan vaqtida salaf o'limalarimiz, bizning pishqadan o'limalarimiz hech birisi ularga tabriklamagan, qatnashmagan. Buningdanmi bu ishninki dinimizda bo'lmaydigan ish ekanligi aniqlam qarindoshlar. Allah subhanahu wa taala bizni biz musulmonlar öz aldığımızda dasturumuz var, Kur'an'ımız var, peygamberimiz var, mağdıgan yolumuz eniq, bizning özümüzge xas hitlerimiz var. Şunun için biz her qandaq bir milletning din tus olgan dini puraqba hech qandaq qatnashib bo'lmaydi. Qatnashqanlik shularning nimasini tabriklaganlik, ya'ni bu qanday gap bo'lib ketdi qarindoshlar. Ular bilan ap o'tish uchun, ular bilan yaxshi o'tish uchun Alloh cheklagan ishni qilsa qo'lamdi. Masalan, bir yahudlar bilan bir yaxshi o'tish uchun, nasriylar yaxshi o'tish uchun ular aroq qilsak, yomon ishni yomon qilsak, voy munosabatni yaxshilaymiz, bunda qilsak bo'lamdi? Bo'lmaydi. Biz degani bizning yashash prinsipimiz bor, o'zimizga xos turmushimiz bor. Biz bunu bilishimiz kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.